Chidolmaydi ham bolajon. Mana nima uchun qadrlandim? Shukr qilishni boshlagandan keyin, emilzalar 20lardan keyin. Shukr qilganimdan keyin oyinsalar ham uyg'onishni xohladim. Mana shu kitobni yo'limda reklama qilib bering. Ikkita sotib ham kelib o'ldim. Oxirgi 9 ta ekan, hammasini ham olib keldim. Mana Beruniyni juda hurmat qilardim. Kitoblarni niyat qildim, olib berisharmikin deb. Beruniyni kitoblarini sovg'a qilishdi. Beruni, 6 ta kitoblarni, 700 minglik kitobni tekinga sovg'a qilishdi, do'stlar. Beruniyni hurmat qilaman. Xayrli aka, bitta narsani inkor ham qila olmaymiz. Bugun ko'pchiligimiz mana shu matohga bog'lanib qolganmiz. Bu matohdan chekinib, ma'rifat o'chog'ini yana qo'lga olishimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shu Aristotel 2000 yil oldin shu narsani gapirib qo'yibdi. İnsanlarni jamiyat va xalq tarbiya qiladi. Sizlar qo'lingizda telefon ko'tarib yuraversanglar, telefonni propaganda qilasizlar. Do'stlar, tushuninglar. Shuni ko'tarib yuring, o'qimasangiz ham ko'tarib yuravering. Ajab bo'lmasa ko'radi. Mana hamma yoqda kitob ko'tarib yurdim. Yaxshi falsafa kitobimni yo'qotib qo'ydim. Yana Xudoni o'zi to'ldirib berdim. Falsafani yaxshi ko'raman, ko'zimga olov deb bo'lib tushundim. Mana qarang. Mana zaharga tik turibdi. O'limdan qaytmaydi. Mana yana qanaqa tavsiyalaringiz bor yoshlar uchun? Yoshlar, mana shu kitob O'zbekiston nashriyotiga borib 20 ming so'm turar ekan. Nima? Ikkita lavash, bitta 40 ming so'm turadi. 20 mingga ola olmaysiz. Keyin do'stlar, menga ham yordam beringlar. Bitta o'zim charchab qolman, kasal bo'lib qolman. To'g'risini aytaman. Shularni o'qib bitta o'rnimga qo'yib beringlar. Falsafani yetolmayman sizlarga do'stlarim. Mana qarang, shunda bitta javob qaytaman. Javob keltiradi. Mana hozir qarang. Aqidalarga shubha bilan qarash daxliylikka yetaklamasin. Shubha fikrni charxlaydi. Bu ilm fanda juda kerakli xislat. Ammo butun haqiqatni unga qurolmaysan. Undan topolmaysan ham. Taxminan ochib qarang, kitob javob beryapti. Taxminan ochib o'tibman.